Demek başladık. 36 savolga e'tibor qaratamiz demak. 36 savolimizda ushbu tenglama berilgan. Tenglamani haqiqiy ildizlari nechta deb bizga berilibdi. Boshladik. Tenglamani haqiqiy ildizlarini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni bunaqa qilamiz. Yaxshilab e'tibor berib turamiz bunga. Bunday qiladigan bo'lsak, bu joyimizda -4x ni kvadrati bo'lib turibdi-ku bizda. O'sha -4x ni kvadratga qo'shib bir marta ayirib yozib oladigan bo'lsak, ya'ni bunday qilamiz. X ni 4-si minus 4x ni kubi. Xo'p. Keyincha plus 4x ni kvadrati minus 8x ni kvadrati plus 16x minus 8 tenglik 0 ifoda hosil bo'ladi. Endi birinchisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu qismimizda bizga bunday yozib olaylik. Bu qismimizda x ning kvadrati minus 2x ni qavs kvadrati kelishi ko'rinib turibdi. Bu yoqdan minus 8 ni chiqaradigan bo'lsak, minus 8 ni chiqaradigan bo'lsak, x minus x kvadrat minus 2x plus 1 hosil bo'lishi ko'rinib turibdi. Endi men buni t deb belgilash kiritadigan bo'lsam, yoki buni t deb belgilash kiritadigan bo'lsam, hop dedi, umumiy t deb belgilash kerak edi bu joy t minus 1 bo'lib qoladi-ku, o'shani kvadrati bo'ladi. Demak, t minus 1 ni qavs kvadrati minus 8 t o'sha 0 ga tengligi aniq bo'lib turibdi. Endi nima qilamiz? Endi buni soddalashtirib olamiz. Soddalashtirib oladigan bo'lsak, bu joyimiz t kvadrat minus 2ta t plus 1 ni beradi, minus 8t. O'sha 0 ga tengligi ma'lum ekan. Bu joyni yana soddalashtiradigan bo'lsam, t kvadrat minus 10ta t plus 1 tenglik 0 ekanligi ko'rinib qoladi. Endi bu tenglamani ildizlarini topishimiz kerak. Bu tenglamani ildizlarini topadigan bo'lsak, hop, nima bo'ladi? Shu t1 u 2 menimcha diskriminant qiladigan bo'lsak, o'sha 5 plus minus 2 ildizosi 6 ni berib turibdi-da. Mana shu narsani berib turibdi. Endi t deb belgilash kiritgan joyni topib qo'yamiz. T deb nimani belgilash kiritgandik? Bu joyda yozaman. X ning kvadrati minus 2x plus 1 ni t deb belgilash kiritgandik. O'shani 5 plus 2 ildizosi bilan olib qo'yaman. Endi bir tomonga o'tkazadigan bo'lsam, bu joydan bir tomonga o'tkazib x'larini hop nima qilaman? Qo'yadigan bo'lsam, x ning kvadrati minus 2x, buni bu tomonga o'tkazadigan bo'lsam nimani beradi? Minus 4 minus 2 ildizosi 6 ni beradi, tenglik 0. Xo'p. Endi yana bitta tenglikni amalga oshirib olaman. Qanday tenglik? X ning kvadrati minus 2x plus 1 ni tenglasam 5 minus 2 ildizosi 6 ga. Bu joydan x ning kvadrati minus 2x o'sha teng bo'lib qoladi minus 4 plus 2 ildizosi 6 ga. Tenglik 0 tengliklari nima qiladi? Qanoatlantiradi. X 1 u 2 bitta ildiz chiqadi. Buni diskriminantini hisoblaydigan bo'lsak, 1 plus minus 1 u 2 imiz ildizosi 3 plus ildizosi 2 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Keyingisi x 2 u 3 imiz, ya'ni 3 u 4 imiz desak ham bo'ladi, 4 u 3 desak ham bo'ladi. O'sha teng bo'lib qoladi 1 minus plus minus, ya'ni plus minus ildizosi 3 minus ildizosi 2 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Endi bizga A shartimizda tenglamani haqiqiy ildizlari nechta deb berilgan. Haqiqiy ildizlari nechta ekanligini topishimiz kerak. Haqiqiy ildizlari nechta deyilsa, haqiqiy ildizlari sonini topdik o'zi. 4 ta ekanligi kelib chiqdi. Ya'ni bunda 2 ta, bunda ham nechta? 2 ta ekanligi kelib chiqdi. Demak, jami haqiqiy ildizlar soni 4 ta deb qo'yamiz. 4 ta degan javobimiz o'rinli bo'lar ekan. Endi har bir ildizining nimasi kerak ekan? Modullari yig'indisi. Boshladik. Har bir ildizdan modul olsak nimaga teng bo'ladi? O'sha joyi muhim bizga. Xo'p. Demak, bulardan modul oladigan bo'lsam, mana shu joydan modul oladigan bo'lsam, birinchi boshqa rangli ruchkaga o'tkazaylik.
Hop, pastroqni yozaman. Hammasini modullarning yig'indisini topishimiz kerak. Ya'ni modul ichida 1 plus alzost 3 plus alzost 2 deyman. Keyin plus modul ichida 1 minus alzost 3 plus ya'ni minus alzost 2 deyman. Keyin modul bu plus yana modul ichida 1 plus alzost 2 deyman. Keyin plus modul ichida 1 minus alzost 3 plus alzost 2 deyman. Ulardan modul oladigan bo'lsak, yaxshilab aytib beramiz. Bu modul ichi musbat bo'lgani uchun o'zi ochilib ketadi. 1 plus alzost 3 plus alzost 2 paydo bo'ladi. Bundan ildizning ichiga qaraydigan bo'lsak, bundan buni ayiradigan bo'lsak 0.7 lar, alzost 2 ni ham ayiradigan bo'lsak aniq manfiy, shuning uchun oldiga manfiy qo'yib ochilsa, bu alzost 3 plus alzost 2 minus 1 ni berib qoladi-da. Endi plus bu ildizning ichiga qaraymiz, bunga buni qo'shib alzost 2 ni ayiradigan bo'lsak aniq musbat, shuning uchun 1 plus alzost 3 minus alzost 2 bo'lib ochiladi modul. Bunga qaraydigan bo'lsak, buni modulning ichi ham aniq musbat, o'shaning uchun o'zicha ochilaveradi. Xo'p, yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, nechini beradi bizga deyilsa, xo'p, qaraydigan bo'lsak, o'shani yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, 2 plus 2 alzost 2 plus 2 alzost 3 ni berib turibdimi deyman-da. Chunki birga birni qo'shdik, 2 bo'ldi. Xo'p, alzost 2 ni qo'shdik. Xo'p, bu ikkita alzost 2 bir-biridan qisqarib ketdi. Bu alzost 3 bilan bu alzost 3 qisqarib ketdi, yana ikkita alzost 3 qolib ketdi. Bo'ldi, demak, mana shu javobimiz o'rinli bo'lar ekan. Ikkinchisiga yozib qo'yamiz. 2 plus 2 alzost 2 plus 2 alzost 3 degan javobimiz, demak, nima ekan? O'rinli ekan. Xo'p, keyingi savolimizga qaraymiz. 37-savol. Demak, 37-savolimizda nima berilibdi bizga? Berilibdiki, ikkita tangenuslik ifoda berilgan. Bu juda katta ball berilgan. Shu testimizda juda katta ball berilgan savol. Ya'ni aynan o'zimga ham shu misolni eshitganim uchun algebra qismiga juda katta ball berilgan. Yaxshilab e'tibor beramiz demak. Tangenus x plus tangenus y taqsim 2 imiz 4 taqsim alzost 3 ga. Katangenus x plus katangenus y taqsim 2 imiz 4 taqsim alzost 3 ga tengligi ma'lum bizga. Endi mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizdan so'ralgan narsa nima? A shartimizda tangenus y ning eng kichik qiymatini toping. B shartimizda x ning eng kichik musbat qiymatini toping degan savollar berilgan. Ularni birma-bir hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda bu pastni yozib oladigan bo'lsam, yoyib oladigan bo'lsam, bu joydan yoyib beraman. Ya'ni katangenus x degani, xo'p, cosinus x taqsim nima degan? Sinus x. Xo'p, katangenus y degani, xo'p, cosinus 2 taqsim nima? Sinus y taqsim 2 deganimiz. Bunday qilsak ham bo'ladi, osonroq usulda yoyaylik undan ko'ra. AB deb bellashtirdaylik, undan ham osonroq kelar ekan. AB deb bellashtiramiz. Demak, boshlaylik. Tangenus x ni A, uni B deydigan bo'lsak, nima bo'lib turibdi? Tepada. Xo'p, sistema qilib olaman. A plus B 4 taqsim alzost 3 ga tengligi ma'lum bo'lib turibdi. Pastdan yozib oladigan bo'lsam, bu katangenus x degan 1 taqsim A plus 1 taqsim B bo'lib turibdi. O'sha 4 taqsim alzost 3 ga tengligi ma'lum bo'lib turibdi. O'z bunday o'ylab qaraganda ham bilsak bo'ladi, lekin xo'p, umumiy qilib chiqarib olaylik, tanlash usulidan foydalanmaylik. Bunga bersam A plus B taqsim AB paydo bo'ladi. O'sha 4 taqsim alzost 3 ga tengligi ma'lum.
Bu joydan bu tengligimizni qo'yib yuboradigan bo'lsak, a plus b ni joyiga, ya'ni 4 taqsim ildiz osti 3 taqsim ab o'sha 4 taqsim ildiz osti 3 ga tengligi ma'lum. Bu bilan bu qisqarib ketib, a ko'paygan b ni qiymati 1 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Demak, yozaman bu yoqda. Xo'p, demak, a plus b nimizning qiymati 4 taqsim ildiz osti 3 ga teng. Keyinchi a ko'paygan b nimizning qiymati 1 ga tengligi ma'lum. Bu joydan a nimizning qiymati 1 taqsim b ga teng bo'ladi. Tepaga qo'yib yuborsam o'shani 1 taqsim b plus b nimizning qiymati 4 taqsim ildiz osti 3 ga tengligi ma'lum bo'lsa, xo'p, bundan b nimizning qiymati nechaga tengligi kelib chiqadi deyilsa, buni yana bitta soddalashtirib qo'yadigan bo'lsam, bu 4 ildiz osti 3 taqsim 3 deganda irratsional mana shu joydan b ni tanlab olsam bo'ladiki, nima deb? Xo'p, b ni tanlab olsam bo'ladi. Ildiz osti 3 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, ildiz osti 3 deb tanlab olsam bo'ladi-da. B ga qarasak, ildiz osti 3 ni qo'yadigan bo'lsak, o'sha shartni qanoatlantirib turibdi-da. Ya'ni 1 taqsim ildiz osti 3 ga ildiz osti 3 ni ko'paytirib qo'shadigan bo'lsak, yana shu narsani beradi. Demak, b nimizning ildiz osti 3 ga tengligi ma'lum bo'ldi. B imiz ildiz osti 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, a imiz o'z-o'zidan 1 taqsim ildiz osti 3 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Endi joy-joyiga qo'yib yuboradigan bo'lsam, tangens x ni hali belgilagandim. Mana tangens x imiz teng bo'lib turibdi nimaga? 1 taqsim ildiz osti 3 ga tengligi ma'lum bo'lib turibdi. Endi mana shu shartni qo'yadigan bo'lsak, tangens y ning eng kichik qiymatini toping degan a shartimiz. Xo'p, 1 taqsim ildiz osti 3 ga tengligi ma'lum. Endi x ning eng kichik qiymatini ham toping degan, bundan tangenslik tenglamani ishlab qo'yadigan bo'lsak, tangens qachon albatta pi taqsim 6 da plus pk bo'ladi. Buning eng kichik qiymati k ga yo'lni qo'yganimizda necha bo'lib qoladi? Pi taqsim 6 bo'lib qoladi. Demak, javobimiz pi taqsim 6 bunga. Endi tangens y taqsim 2 imiz, y taqsim 2 imiz b ga teng bo'lganmi? O'sha ildiz osti 3 ga teng bo'lyapti. Y taqsim 2 imiz bundan kelib chiqardiki, pi taqsim 3 plus pk ekanligi. Bundan y imizni 2 pi taqsim 3 plus hop pk ekanligi kelib chiqadi. Tangens y ning eng kichik qiymatini toping. Eng kichik qiymati qaysi qiymatda desa, ikkinchi chorakda-da, ya'ni. Mana y ga ikkinchi chorakni qo'yganimizda eng kichik qiymati ham qabul qilish mumkin-ku. O'shaning uchun tangens y ning tangens bu y taqsim 2. Tangens y taqsim 2 imiz hop ildiz osti 3 ga teng bo'lib qolyapti. Tangens y ning eng kichik qiymatini qo'yishimiz uchun y ni qo'yishimiz kerak 120 gradusni. 120 gradus. 120 gradusda tangens nimaga teng bo'lib qoladi deyilsa, tangens 2 pi taqsim 3 dan nimaga teng bo'lib qoladi desa, minus ildiz osti 3 ga tengligi ma'lum bo'lib qoladi. Demak, javobimiz minus ildiz osti 3 deb ketishimiz kerak edi. Xo'p, bu 2 ga ko'paytmadik, 2 pi ga yana o'ziga qaytib kelaveradi-da. Xo'p, keyingi misolimizga qaraymiz. O'ttiz sakkizinchi misolimizga e'tibor qaratar ekanmiz demak. 38-chi misolimizda bizga nima berilyapti o'zi? F at x degan bitta funksiyamiz bor. Unga x minus 1 taqsim 2x berish 1 ni qo'yadigan bo'lsak, f 1 taqsim x funksiyamiz hosil bo'lar ekan. O'sha ham 3 taqsim x minus 1 ga teng ekan. Funksiya berilgan bo'lsa, f2 ning qiymatini toping deydi. Xo'p, birinchi navbatda f at x funksiyamizni topib olaylik. Xohlasak fx ni, xohlasak f2 ni. Boshladik. F at x funksiyamizni qanday qilib topamiz? Hop, x joyiga 1 taqsim 2 ni qo'yaylik-da. X joyiga mana 1 taqsim x ni qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Bunday bo'ladi. F 1 taqsim x o'sha teng bo'lib qoladi. Tepasiga ham plus degani teng debman. 1 taqsim x ni qo'yaman. Mana 1 taqsim x minus 1 taqsim 2 taqsim x plus 1. Keyin fx paydo bo'ladi. Bu tomoniga ham 1 taqsim x ni qo'yadigan bo'lsak, 3 taqsim 1 taqsim x minus 1 paydo bo'ladi. Endi buni soddalashtirishimiz kerak. Boshladik. Bunday qilaylik. Fx ni a deb olay, buni b deb olay, juda yaxshiroq bo'ladi. Demak, a plyusda buni soddalashtiradigan bo'lsak, yaxshilab e'tibor beramiz. Tepada 1 minus x qolib ketadi, pastda 2 plus x qolib ketadi, x'lar qisqarib ketadi. Ko'paygan 1.
O'sha teng ekan, buni ham soddalashtiradigan bo'lsa, tepa kuchi 1 minus x bo'lib qoladi. Mana shunday bo'lib qoldi. Endi buni ham soddalashtiradigan bo'lsak, oldingi holati nima bo'lib turgandi? Yo'q, hozir bu b bilan a ni joy almashib qoldi menimcha. Bu a bo'lishi kerak. Endi oldingi holat a plus x minus 1 taqsim hop 2x plus 1 hop b o'sha 3 taqsim x minus 1 ga teng bo'lishi kerak edi. Endi bu joyda biz nimani topishimiz kerak? A ni qiymatini topishimiz kerak-da. A ni topishimiz kerak. A ni topishimiz uchun b ni yo'q qilib yuborishimiz kerak. B ni yo'q qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Tepani x minus 1 taqsim 2x plus 1 ga ko'paytirib ayirib yuborishimiz kerak. Ayirib yuborsak, blar ixchamlashadi. Endi a ni oldidagilar qolib ketadi. Ya'ni a ni oldida nima qoldi? Bunday bo'lib qoldi. 1 minus x hop ko'paygan x minus 1 taqsim mahrajda. Hop 2 plus x ga hop 2x plus 1. Mana shunday bo'lib qoldi. A ni umumiy qilib chiqarib qo'yadigan a minusdan a o'sha teng bo'lib qoldi. Bu tomoniga ham o'shani beraman xuddi. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, o'zi bu bilan bu bir-biriga teng. Hozir ayirib yuboryapmiz. Ayirib yuborsak nima bo'ladi? O'zi bu manfiylik, yana ayiradigan bo'lsak qo'shilib ketar ekan. Bizda yozay. Buni 3x taqsim 1 minus x deyman. 1 minus x hop ko'paygan surat x minus 1 ga taqsim 2x plus 1 deymiz. Endi 2x plus 1 ayrilgan 3 taqsim hop x minus 1 deymiz. Boshladik soddalashtiramiz. Bu ikkala tomondan a ni chiqarib olaman. Mana shu joyga yozaman. A degan bo'lsa nima bo'ladi? Hop, tepada bu teskari bo'lib turadigan bo'lsa ham minus x minus 1 ni kvadrat deb yozsam bo'ladi. Mahrajdachi hop x plus 2 ga hop 2x plus 1 ni beradi, minus 1 bo'lib turibdi. Hop, tenglik bu tomondan ham men ikkalasidan chiqarib oladigan bo'lsam 3 taqsim x minus 1 ni chiqarib oladigan bo'lsam, bu yoqda bizda qolib ketar ekan minus x ko'paygan x minus 1 taqsim nechi qolib ketadi? 2x plus 1 hop minusdan 3 emas ekanda 1 qolib ketar ekan. Minus 1 qolib ketar ekan. Mana shu ifodamiz o'rinli bo'lar ekan. Demak, bu yoqlarni soddalashtiramiz. Soddalashtiradigan bo'lsak, nimani beradi? Bu yoqni yozib olishimiz kerak. Boshlaylik, soddalashtiramiz. A hop bu tomonimizki ikkalasidan minusni chiqarib qo'yay, oldiga manfiyni qo'yib qo'yaman. Tepasi x kvadrat minus 2x plus 1 ni beradigan bo'lsa, bunga umumiy mahraj beraman mana shundan-da. Mana shundan umumiy mahraj beraman. Ya'ni x plus 2x plus 1 dan umumiy mahraj beraman. Mahraj berib birdan endi manfiy chiqarib qo'ygan uchun o'rta plus bo'ldi. Birdan yozadigan bo'lsam, 2x ning kvadrati keyincha plus x plus 4x jami 5x bo'lar ekan. Plus 5x plus 2 qolib ketadi suratda. Mahrajdacha x plus 2 ga hop 2x plus 1 qolar ekan. Umumiy tenglik 3 taqsim x minus 1 bundan ham manfiy chiqarib qo'yadigan bo'lsam ikkalasidan plus bo'lib qoladi. Ya'ni tepada x kvadrat minus x hop plus 2x plus 1 qolib ketar ekan. Mahrajdacha x plus 1 bo'ladi. Endi yaxshilab e'tibor beramizmi? 2x plus 1 qisqarib ketdi. Faqat x emas 1 taqsim 2 ni olib qo'yamiz. Hop, yo'q shart emas. A ni topishimiz kerak biz o'zi. Endi yanacha nimalar qoldi, nimalar ketdi? Suratni soddalashtiradigan bo'lsak, suratimiz bizga nimani beryapti endi? 3x ning kvadrati minus plus 3x nima berar ekan? Keyin plus 1 bor edi oldinda buni. O'sha bilan 3 berar ekan. Plus 3 bo'lar ekan. Hop, bu tomonimizcha x kvadrat plus x plus 1 ni berar ekan. Yaxshilab qaraymiz. Bu bilan buni qisqartirib yuboradigan bo'lsak 3 qoladi. Bu 3 bilan endi bu 3 ham qisqarib ketadi. Bizda qolayotgan narsa bu. Manfiyliklar ham qisqarib ketdi.
Bu yoqda a taqsim qoladi x plus 2, bu tomonimizda qoladi 1 taqsim x minus 1 qolyapti. Bundan a ni qiymatini soddalashtirsak a plus 2 taqsim x minus 1 qolar ekan. Funksiyamiz ya'ni a debman tepasiga nima bu x midi x edi. X plus 2 taqsim x minus 1 qolar ekan. Demak f at x funksiyamiz o'shanga teng ekan. Bu joyda yozaman f at x funksiyamiz teng ekan x plus 2 taqsim x minus 1 ga. F2 ni so'rabdi. F2 imiz ko'rganingizdek 0 bo'ladi. Hop, F0 so'rabdi. F0 deganda nimani tushunamiz? X minus 2 taqsim plus 2 taqsim x minus 1 ni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan x tenglik minus 2 degan javobimiz kelib chiqar ekan. Demak, x imiz minus 2, f2 imiz 0 ga teng bo'lib qoldi. 39-misolga qaraymiz. Shuni bilaylik. Ko'pchilik abituriyentlar aytishadi, men yopiq testda juda qiynalyapman, yopiq testni ishlolmayapman deydi. Hech bo'lmasa, mana shu savolni ishlab qo'ysa bo'ladi yopiq testda. Ya'ni 39-savolimizda rasmda y grafik tasvirlangan bo'lsa deydi. F at x funksiyaning minus 6 va 6 oraliqda nechta lokal maksimum nuqtasi bor deydi. Lokal maksimum va lokal minimum nuqtalarini qaraymiz. Ya'ni bizga f at x funksiyaning grafiki berilgan bo'lsa va cho'qqilar va do'ngliklarni aytardi, ya'ni pastliklar, cho'qqilar va pastliklar. Ana shu nuqtalarda, ya'ni cho'qqilar va pastliklarda uning hosilasi 0 ga teng bo'lib qoladi va lokal maksimum va minimum nuqtalariga erishadi. O'sha nuqtalarni sanab qo'yamiz, bo'ldi mana. Bitta, ikkita, hop, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta nuqta bor. Demak, minus 6 va 6 oraliqda nechta lokal maksimum nuqtasi bor deydigan. Bu ekstremum nuqtalari, ya'ni x f'(x tenglik 0 degan nuqtalar hop 6 ta. Bu savolimizga 6 ta desak bo'ladi. Ya'ni o'sha nuqtalarda hosilasi 0 ga teng. Endi lokal maksimum deyapti. Maksimum nuqta deganda har doim tepa nuqtalarni olamiz. Tepadagi do'ngda bor, 3 ta bor, minus 6 va 6 oraliqda bo'ldi. Demak, javobimiz 3 ta ekan. Bo'ldi, tamom. Agar lokal minimum deganda u ham 3 ta bo'ladi, chunki pastliklar ham 3 ta. 3 ta bo'lgani uchun 3 ta deb olib qo'yar edik. Demak, javobimiz nima bo'lar ekan? 3 va 6 bo'lar ekan. Keyingisiga qaraymiz. Keyingimiz 40-savol. 40-savol juda zo'r savol. Qaraymiz, ya'ni o'rganib olamiz. Juda kerak bo'ladi, yana savol ham o'sha. Demak, 40-savolga qaraymiz. 40-savolimizda bunday berilibdi bizga. Ya'ni ushbu funksiya berilgan. Ushbu funksiyamiz deyilibdi x tenglik 0 nuqtada o'tkazilgan urinma y2 tenglik kx plus 1 degan to'g'ri chiziq bo'ladigan bo'lsa. Qarasak,
hop, demak, ikki nuqtada o'tkazilgan y tengli kx plus b degan to'g'ri chiziq bor ekan. Bizdan so'ralgan narsalar nima o'zi? Bir qarab o'taylik. Bizdan so'ralgan narsa k ko'paygan b ning kvadrati so'ralgan. Ya'ni k ni topamiz va b ni topamiz. Uni kvadratga oshirib ko'paytiramiz. Keyin shtrixlangan sohani yuzini toping deymiz. Shtrixlangan sohaning yuzini topib qo'yishimiz kerak. Tamom. Hop, birinchi k ko'paygan b kvadratini topishimiz kerak. Bu ya'ni qurilma tenglamasini tuzib olishimiz kerak ekan. Qurilma tenglamasini qanaqa qilib tuzib olamiz degan savolimiz bor. Bizda funksiyamiz bor. Funksiyamiz buni demak bo'ldi. Tuzib olsak bo'ladi. Ya'ni qaraymiz. Bizda qurilma tenglamasi ya'ni y ga teng kx plus b degan tenglama teng edi o'sha y1 shtrix hop f shtrix x0 ya'ni 2 plus x minus x0 imiz 2 plus y0 ko'paytirilgan o'rta plus y0 deyiladi, ya'ni y1 ga o'ziga 2 ni qo'yganimizdan. Hop, boshladik. Bundan hosila oladigan bo'lsak, y1 shtrix nima bo'ladi? Hosila oladigan bo'lsak bunday bo'ladi. 16 3 taqsim 16. Ya'ni 3 taqsim 16. Hop, x plus 3 ni 2 ni kvadrati. Hop, bo'ldi, shu ko'rinishda olinar edi. Endi y1 shtrix 2 ning qiymatini topamiz. Ya'ni 2 ni qo'yganimizda nechaga teng bo'ladi? Nimaga teng bo'lib qoladi? 3 taqsim 16. Hop, 4 ning kvadrati 16. Nechaga teng bo'lib qolar ekan? 3 ga. Demak, 3 ga tengligini ko'rdik. Bu 3. Hop, endi y1 ga o'ziga nechani qo'yib qo'yamiz? 2 ni qo'yamiz. 2 ni qo'ysak nimaga teng bo'ladi? Mana 2 plus 2 ni kubi taqsim 16. Ya'ni 4 ning kubi bu 64 ga teng. 16 ga bo'ladigan bo'lsak 4 bo'lib qoladi. Joy-joyiga qo'yamiz. 3x minus 2 plus 4. Ya'ni 3x minus 2 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bu x plus x minus 2 ga tengligi ma'lum. Bu joydan k'mizning qiymati k'mizning qiymati 3, b'mizning qiymati minus 2 ekan. Demak, bizdan so'ralgan narsa, a shartimizda so'ralgan narsa k ko'paygan b ning kvadrati, ya'ni 3 ko'paygan minus 2 ni kvadratini hisoblab qo'yishimiz kerak. 3 ko'paygan 4 nechini beradi? 12 ni beradi. Demak, javobimiz 12 ekan. A qismimizga. Endi B qismimizga o'tamiz. B qismimizda shtrixlangan sohani yuzi so'ralgan. Shtrixlangan sohani yuzini topishimiz kerak. Shtrixlangan sohani yuzini qanaqa qilib topamiz deyilsa, birinchi jam umumiy yuzani hisoblab olamiz. Bu jam umumiy hisobni, ya'ni 0 dan 2 gacha bo'lgan yuza. Bu yuza nimaga teng deyilsa, s yuza integral 0 dan 2 gacha. Bu funksiya, ya'ni x plus 2 ning kubi taqsim 16 dx deb hisoblab olamiz. Umumiy yuzani hisoblaylik oldin shu. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, bundan integral olishimiz kerak. Integralni qanaqa qilib olardik? 1 taqsim 16 ko'paygan 1 taqsim 4 x plus 2 ni darajasi 4 bo'ladi. Integralimiz 0,2. Endi hisoblaydigan bo'lsak, 1 taqsim 64 ko'paygan 2 ni qo'yib qo'yadigan bo'lsak joyimizga, 2 ni qo'yadigan bo'lsak, demak 4 ni 4-inchisi. 4 ni 4-inchisi bizda bo'ladi 256 mi? 256 ayrilgan 2 ni 4-inchisi 16 bo'ladi, 16 bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak, 1 taqsim 64 ko'paygan 240 bo'ladi. Endi 240 bilan 64 8 ga qisqartiradigan bo'lsak, bu 30, bu 8 qoladi. Yana buni qisqartiramiz 2 ga. Taqsim 4 bo'lib qolar ekan. Demak, 15 taqsim 4 degan ifodamiz kelib chiqdi. Demak, bu jami 0 dan 2 gacha bo'lgan jami yuzani hisoblab oldik. U 15 taqsim 4 ga tenglik ma'lum. Endi qaraymiz ustozlar, bu uchburchak bor, bu uchburchak. Shu uchburchakning yuzasini o'sha umumiy yuzadan ayirib tashlaydigan bo'lsak, qolgan qismning shtrixlangan joyida yuzasi kelib chiqadimi?
Bu yuzani qanday qilib aniqlaymiz? Uchburchak yuzasini. Bu uchburchak yuzasi. Bu x o'qini kesib o'tadigan nuqta kerakda bizga. Va 2 ga teng bo'lganda, funksiyamiz 2 ga teng bo'lganda necha qiymat qabul qilishi kerak. Funksiyamiz bunga 2 ni qo'yganimizda nechani qabul qiladi y desa, mana 2 ni qo'yaylik. 3 ko'paygan 2 minus 2. 4 ni qabul qiladimi? Demak, 4 ni qabul qilar ekan. Bu joyimizda qiymat 4 ga tengligi ma'lum. Endi bu koeffitsiyentni topishimiz kerak. X imiz qachon 0 ga teng bo'ladi? Y imiz 0 ga teng bo'ladi desa, mana 3x minus 2 tenglik 0, x tenglik 2 taqsim 3 deydi. Demak, bu joyimizda 2 taqsim 3 desak bo'ladi. Bu masofani topishimiz uchun 2 dan 2 taqsim 3 ni ayirishimiz kerak. Ayiradigan bo'lsak 4 taqsim 3 kelib chiqadi. Demak, bu S uchburchakli yuzi teng bo'lib qoladi. 4 ga 4 taqsim 3 ni ko'paytirib, uni yana 2 ga bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsak, nech bo'lib qolar ekan? 8 taqsim 3 mi? Demak, 8 taqsim 3 bo'lar ekan. Endi S shtrixlangan sohani yuzi jami yuzadan, ya'ni 15 taqsim 4 yuzadan ayirib tashlashimiz kerak 8 taqsim 3 yuzadan. Bunga 3 tadan umumiy mahraj beraman, bunga 4 tadan umumiy mahraj beraman. 45 minus 32 taqsim 12 bo'lib qolyapti. 45 dan 32 ni ayiradigan bo'lsak 13 taqsim 12 degan javobimiz, demak bizda to'g'ri javob hisoblanar ekan. 13 taqsim 12 degan javobimizni belgilab qo'yamiz bu joyga. Xo'p, keyingi misolimizga e'tibor qaratamiz. 41-misol bo'lar ekan. Xo'p, 41-misolga e'tibor qaratamiz demak. 41-misolimizda bizga shunaqa deyilibdiki, xo'p, demak, A, B, C to'g'ri burchakli uchburchakda. Mana to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. AH balandlik uni ikkita ABH va BCH to'g'ri burchakli uchburchaklarga ajratadi. ABH va BCH uchburchaklarga ichki chizilgan aylanmalarning radiusi mastar ravishda 3 va 4 ga tengligi ma'lum bo'lsa, BH balandlikni toping, ABC uchburchakni yuzini toping. Boshlang. Endi e'tibor qaratib turamiz. Buni alfa deydigan bo'lsak, ya'ni olaylik. Bu qismni alfa deydigan bo'lsak, bu qism beta bo'ladi, to'g'rimi? 90 gradus bo'lgani uchun. Endi majburda bu 90 gradus bo'lgani uchun bu joyimizning majbur nima ekanligi alfa ekan. Bu joyimiz alfa bo'ladigan bo'lsa, bu joyimiz beta. Bundan kelib chiqadiki, ABH uchburchakka o'xshash bo'ladi. BHC uchburchak bir-biriga o'xshash bo'ladi. Qarasak, umumiy burchaklar bir-biriga teng. Xo'p, endi nima qilamiz? Uchburchaklar tengligida biz eslaydigan bo'lsak, mos tomonlarning nisbati perimetrlar nisbatiga teng va ular ichki chizilgan aylanasining radiuslari nisbatiga ham teng, tashqi chizilgan aylanasining radiuslari nisbatiga ham teng degan qoidamiz bor. Xo'p, endi unga qo'yadigan bo'lsak, qanaqa qilib qo'yamiz? Ya'ni qaraymiz, mos tomonlarini o'z-o'zidan qo'shsak bo'ladi. Qaraymiz, bu CH ni misol uchun betani qarshisidan olayman. CH ni buni ham betani qarshisida nima bor? BH ga nisbati betani qarshisida aylanadi. Ichki chizilgan aylananing radiuslari nisbatiga deydi. Ya'ni CH tomonga radius tushirgan bo'lsa, u 4 ga tengligi ma'lum. Bunisini 3 ga tengligi ma'lum. O'z-o'zidan endi CH tomonni qandaydir? CH tomonni 4K deydigan bo'lsam, BH tomon jami 3K ekanligi ma'lum bo'lib qoldi. 3K 5K bo'ladigan bo'lsa, Pifagorga nisbatan majbur BC ni 5K bo'lishi. Endi shu K ga bog'laylik, birdan bu tomonlarni ham bog'laylik. 5K ga teng bo'lishi aniq bo'ldi. Endi yaxshilab qaraymiz. Mana shu joyni shunday deb olsak bo'ladi. Bu BH'imiz, ya'ni 3K. ABC to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan balandlik. Undan ko'rinadiki,
AH ni ko'paytirsam SH ga o'sha BH ni kvadratiga teng bo'lishi kerak. Uchburchak balandliklari uning proyeksiyalari ko'paytmasiga teng kvadrati degan xossani. O'shandan topib oladigan bo'lsam mana 4k ni AH ga ko'paytmasi shu 3k ni kvadratiga. Bu joydan AH ni topib qo'yadigan bo'lsam bu 9 taqsim 4 ta k ga tengligi ma'lum bo'ladi. Demak bu joyimiz 9 taqsim 4 ta k ga tengligi ma'lum bo'ldi. Endi xo'p bizga nima kerak? Bizga kerak bo'lgan joyi AB kerak-da. AB kerak, keyin umumiy yig'imni qilib bitta kvadratga oshirsak, Pifagordan topib olsak bo'ladi. Hop, Pifagordan ham topib olsak bo'ladi, boshqa joydan ham topib olsak bo'ladi. Yana k ni qiymatini ham topib qo'ysak bo'lar ekan do'stlar. Mana BSH uchburchakka nisbatan ichki chizilgan narsa radiyusi 4 ku. Mana shu 4 ni tenglasam bo'ladi. Ikkita katetning yig'indisini qo'shib, mana 3 ga mana 5 ga ayirib 2 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsam, shu ichki chizilgan aylanani radiyusini beradi-ku. O'shandan topib oladigan bo'lsam 8 teng bo'lar ekan, bu yoqni soddalashtirsam 2k ga, kam teng bo'lib qolar ekan 4 ga. Kam 4 ga tengligi ma'lum bo'ldi. Endi mos tomonlarni birdan yozib beradigan bo'lsam, bu tomonimiz 20, bu tomonimiz 16, bunimiz 12, demak balandligimiz 12 ga tengligi ma'lum bo'ldi. Bizda javob kelib chiqdi. Bu tomonimiz 9 ga tengligi ma'lum bo'ldi. 12 ga 9 bo'ladigan bo'lsa, bunimiz nechaga teng bo'ladi? Ya'ni 81, 15 ga tengligi ma'lum bo'lar ekan. 15. Hamma tomonimiz topib tashladik. Endi BH balandligi toping deganda BH balandligimiz 12. Hop, ABS uchburchakning yuzini toping deganda ABS uchburchakning yuzini ikkita katet ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'yamiz. Eslaylik, 15 ta 20 ga ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'yamiz. 150 chiqib qoladi. Bo'ldi, 150 ga 12 degan javoblarimiz to'g'ri javob hisoblanadi. Ikkinchisi 42-savolga keldik. Yaxshilab qarab turamiz. Bu juda zo'r savol. Hammamiz qarab turamiz. Demak, juda ajoyib savol. Yaxshi usulda tushuntiraman. Xo'p, demak, bu savolimizda nima berilgan bizga? Yaxshilab e'tibor beramiz. Tomonlari 6 bo'lgan, teng bo'lgan qavarib to'rtburchak berilgan va ichki va tashqi aylanalar chizilgan debdi. Ichki va tashqi aylanalar chizilgan degan o'shani bu yoqda yaxshilab kattaroq qilib chizib olaylik. Ichki va tashqi aylanalar chizilgan desa, birinchi tashqi aylanasini chizib olamizmi? Tashqi aylanasini chizib oldik. Bitta to'rtburchak bor bizda. Ichki va tashqi aylanalar chizilgan desa nima bo'ladi? Mos tomonlarining yig'indisi bir-biriga teng bo'lishi kerak ekan, keyin qarama-qarshi burchaklarning yig'indisi ham 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Bunga bitta ichki aylana ham chizib olamiz. Demak, qarama-qarshi bu tomonimiz 6 bo'lgan bo'lsa, bu tomonimiz ham 6 bo'ladi. Bunimiz 8, bunimiz ham 8 bo'lib qoladi-da, chunki qarama-qarshi tomonlarning yig'indisi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Ichki aylanani chizilishi uchun. Endi buni alfa deydigan bo'lsam, yaxshilab qaraymiz. Buni beta deydigan bo'lsam, shu alfaga betaning yig'indisi ham nechaga teng? 180 gradusga teng, majbur teng. Bo'lmasa bo'lmaydi. Endi deydigan bo'lsak, bu joylarimizda ham xuddi shunday, katitda ham xuddi shunday. Hop. Tortaman. Shundan bu yoqqa bitta tortadigan bo'lsam. Hop, tortadigan bo'lsam. Endi e'tibor qarataylik. Hop, bu qism gamma bo'ladigan bo'lsa, bu qism fi bo'ladigan bo'lsa, ularning ham yig'indisi gamma bilan fining ham yig'indisi nechaga teng bo'lib qoladi? Majbur 180 gradusga tengligi ma'lum bo'lib qoladi-da. Ikkalasining yig'indisi 180 gradusga tengligi ma'lum bo'ladigan bo'lsa, mana shu burchagimiz 90 gradusdanmi deyman-da ikkalasi. Nimaga 90 gradusdan deyilsa, bu tomonimiz ham 2 ga bo'linadigan bo'lsa,
yig'indisi teng bo'lib qolishi kerak. Bundan bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak ham teng olib alfa alfa bettadan bo'linib qoladigan bo'lsa. Desak bo'ladi. Demak, ustozlar bu burchagimiz 90 gradus deb ma'lum ekan. Bu burchagimiz ham 90 gradus ekan. Shu burchaklarimiz 90 gradus ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu burchaklarimiz 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak, bu hop gipotenuzamiz 10 ga tengligi ma'lum bo'lar ekan. Bizdan nimalar so'ralgan endi? Chunki gamma plus fimiz 180 gradus, alfa plus betamiz ham 180 gradusga tengligi ma'lum bo'ladigan bo'lsa, majbur bo'lib qoladida ikkita teng uchburchak paydo bo'lyapti-ku bizda. Ikkita teng uchburchak paydo bo'ldi. Hop, tomonlari bir-biriga teng. Hop, demak, ikkita burchagi ham bir-biriga teng bo'lib qoladi-da. Mana shu ikkita burchak bir-biriga teng bo'lishi kerak-da, majbur bu. Demak, gammaga fini qo'shadigan bo'lsak, nechaga teng bo'lib qoladi? 180 bo'ladigan bo'lsa, gamma teng fi ekanligi kelib qolganidan gamma ham bunisi ham 90 gradus ekanligi ma'lum bo'ladi-da. Endi bizdan nimalar so'rabdi o'zi? To'g'ri to'rtburchakning kichik diagonalini toping. Hali kichik diagonali qaysi birligini bilmaymiz. 10 ham bo'lishi mumkin, bunisi ham bo'lishi mumkin. Endi bu kichik diagonalni topmoqchi bo'lsak, mana shu diagonalni topmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Uchburchakka endi hop bu 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, kichik diagonal deyapti. Diagonal bo'lyapti. Ikkita medianlarning yig'indisimi deyman? Medianalarning yig'indisimi deyman? Yo'q, mediana emas. Aynan bitta narsa ham deb bo'lmaydi. Menimcha bananlik o'tkazishimiz kerak. Bananlik o'tkazmasak ish og'irmi deyman. Hozir
Demak, bu usul keldi. Hozir bunday qilamiz. Hop, bu kichkina yerimiz ham yordam berib turadi. Topib qo'ydik shunchaki. Endi bu masofani topadigan bo'lsak, jami masofani topadigan bo'lsak, bunday qilsak. Hop, jami D1 desam, mana shuni D1 yoki A yoki B deb belgilaylik. A deb belgilaylik. O'shani ikki tomon bo'yicha, alfa burchak bo'yicha va beta burchak bo'yicha keltiradigan bo'lsam, kosinuslar yer emasdan. A ning kvadrati teng bo'lib qoladi 6 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati minus 2 ta 6 ko'paygan 6 kosinus alfaga. Yana A ning kvadrati teng bo'ladi 8 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 8 ko'paygan 8 kosinus beta-ku. Betani yozib oladigan bo'lsa bo'ladi 180 gradus minus alfa deb. 180 gradus minus alfa deb ketaman. 180 gradus minus alfa deyman. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, minus kosinus alfaga teng, o'rta plus bo'lib ketadi. Xo'p, bu yog'ini yig'indi ko'rinishga yoyib oladigan bo'lsam, yig'indi ko'rinishda yoyib oladigan bo'lsam, nimani beradi bizga? O'sha joy muhim. Xo'p, demak bitta-bittalab yozaman. Boshqalashimiz yo'q. Yozib oladigan bo'lsak, bu yog'i 72 minus 72 kosinus alfa o'sha teng bo'lib qoldi. 64 ga 64 128 minus 64 128 plus bo'lib ketadi-da 128 kosinus alfaga. Endi kosinus alfalarni bir tomonga o'tkazadigan bo'lsak, menimcha 200 kosinus alfamiz teng bo'lib qolar ekan. Bularni ham bir tomonga o'tkazadigan bo'lsak, endi nechiga teng bo'lib qoladi kosinus alfamiz shunda? Hop, kosinus alfamiz teng bo'lib qoladi 56 gami deymanda. 56 ga teng bo'lib qolar ekan. 56 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Minus 56 ikkinchi chorakda kelib chiqaveradi. Demak, kosinus alfamiz teng bo'lib qolar ekan 56 taqsim 200. Yoki buni birdan 8 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 7 taqsim necha bo'lib qoladi? 25 bo'lib qoladi. Ya'ni 7 taqsim 25 ekanligi ko'rinib qoldi. Kosinus alfani topib oldik. Endi nima qilamiz? Bu kosinus alfani joyiga qo'yib yuboradigan bo'lsam, bizga ko'zlangan maqsad keladi. Ya'ni nima qilaman? 72 minus 72 ko'paygan kosinus alfani joyiga nechani qo'yaman? 56 taqsim 200 ni qo'yaman. 56 taqsim 200 emasda, birdan yozay, qisqartirganimda 7 taqsim 25 midi? O'sha 7 taqsim 25 ni yozay. 7 taqsim 25 ni yozay. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, mana shuni soddalashtirib hisoblaydigan bo'lsak, D1imiz teng bo'lib qolar ekan o'shanda 48 taqsim 5 ga. 48 taqsim 5 ga teng bo'lib qolishi aniq bo'lib qolar ekan. Bu minus bo'lgani uchun oldinda manfiy ham bor, kosinus alfani topdik, minus bo'lgani uchun plus bo'lib ketadi. Ya'ni buni oldinda manfiysi bor, manfiysi bor. Endi 48 taqsim 5 degani 9,6. Demak, birinchisiga javobimiz 9,6 bo'lib qolar ekan. Bu fikrlash. Xo'p, endi nima qilamiz? Keyingi shartimizda ichki va tashqi chizilgan aynalar orasidagi masofani toping deb bizga shartimizda berilibdi. Ichki va tashqi chizilgan aynalar markazlari orasidagi masofani topishimiz endi kerak bo'ladi. Bunda biz ichki chizilgan aylanasini radiusini topib qo'yganmiz. Ichki chizilgan aylanasini radiusini topib qo'yganmiz. Xo'p, endi tashqi chizilgan aylanasini radiusi nimaga teng deyilsa, tashqi chizilgan aylanasini radiusi, ya'ni to'g'ri burchak uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi degan qoidadan katta erimizning qiymatini ham bilamiz. Katta erimizning qiymati 5 ga teng. Kichkina erimizning qiymati 24 taqsim 7 ga tengligi demak bizda ma'lum bo'lib turibdi. Ikkalasi bir-biriga tengligi ma'lum bo'lib turibdi. Endi bunday deydigan bo'lsam, xo'p, ichki chizilgan aylanasining markazi mana shu joyda dedim. Endi tashqi chizilgan aylanasining markazi mana shu joyda desam, O1 buni O2 deydigan bo'lsam, hop, demak, bu bundan bungacha 5 ga teng, bundan bungacha 5 ga teng.
Ligi ma'lum. Endi bundan bungacha nimaga tengligi ma'lum bo'ladi desa, bu 5 minus x deymiz, o'rta masofasini, ya'ni ikkalasi orasidagi masofani x deb olamiz. Mana shunaqa qilib olsam bo'ladi. Endi nima qilamiz? Endi nima qilamiz degan joyi bor. Hop, 5 minus x ekanligini bildik. 5 minus x ekanligini bildim. Kichkina yerni ham topib oldim. Kichkina yerni ham topib oldim men. Endi o'xshashlik qiladigan bo'lsam, kichkina demak, uchburchakning katta uchburchakka nisbat bu yoqdan chizib oladigan bo'lsam, yaxshiroq ko'rinadi bizga. Mana bunday bo'lyapti. 90 gradus. Mana shundan shungacha 90 gradus bo'lib tushdi. Bu kichkina yer. Ya'ni kichkina yerimizning ham qiymatini topganmiz. Xo'p, bu joydan jami 5. Shu joygacha 5. Bu joy o'zi x, qolgani bizda qolyapti 5 minus x. Endi jami bu yog'ini 6, bu yog'ini jami 8 ekanligini bilaman. Endi buni qilib nisbat qilsam, yerni nisbati nimaga? 6 ga nisbat. Desam bo'ladi. 6 ga nisbat shu teng bo'lib qolishi kerak. 5 minus x ni nimaga nisbatiga? Jami gipotenuzamiz 10 ga nisbatiga teng bo'lib qolishi kerak. Bu joydan x masofani topib qo'ysam bo'ladi-da. Ya'ni 10 er teng bo'lib qolar ekan 30 minus 6x ga. Yoki qanday o'tkazadigan bo'lsak 20 minus r ga teng bo'lib qolar ekan. Bundan x'imizning qiymatini bunday desak bo'ladi. 20 minus r taqsim 6 desam bo'ladi. O'z-o'zidan. Endi x ning qiymatini topib qo'yadigan bo'lsam, shu yerdan 20 minus r'imiz nechiga teng? R'imizni topib olgandik, qo'yadi. Mana kichkina r'imizdan. Qo'yadi. Mana 24 taqsim 7 deb. 24 taqsim 7 deb topib oladigan bo'lsam, taqsim 6 deyman. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, endi soddalashtirib qo'yadigan bo'lsak, 5 taqsim 7 kelib chiqar ekan. 5 taqsim 7 kelib chiqar ekan. Demak, bunga umumiy javob sifatida 5 taqsim 7 ni olib qo'ysak bo'ladi. Hop, keyingi testimizga o'tamiz demak. Keyingi testimiz 43-savol. 43-savolimizga qaraymiz. Ajoyib bo'lgan savol ekan. Bundan oldingi savolimiz ham A, B, C, D, E, F qavar 6 burchakning va deyilibdi. Demak, qavar 6 burchak bor bizda. Barcha tomonlari nechiga teng? 2 ga tengligi ma'lum. Hop, pastdan chizib oladigan bo'lsak buni. Qavar 6 burchakni. Hop, boshladik. Qavar 6 burchakning tomonlari barcha tomoni 2 ga tengligi ma'lum. Yozamiz. A, B, C, D, E, F. Endi nima deyilibdiki? 6 burchak tomonlari 2 ga teng, BF tomon BF teng FD degan. O'sha BD teng DE bo'lishi kerak. Menimcha BD teng DE bo'lishi kerak. O'sha qolib ketdi. Xato yozib ketganda BD teng DE FE bo'lishi kerak menimcha. Ya'ni BD nima qilsak bo'ladi? BD teng FE. FE mi yoki o'sha FE degan bu joyda FE ekan. Shartida kamchilik bor deydi. Hop. Ha, FE debdi. Ya'ni bu ham 2 ga tengligi ma'lum bizda. Endi A burchak bilan E burchak 90 gradus. A burchak bilan E burchak necha gradus? 90 gradusligi ma'lum. 90 gradusligi ma'lum. Bundan bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, ikki ilzosi 2 ga teng bo'lib qoladimi?
Endi bdan nimaga o'tganamiz? BF'da uchburchak yuzini topadigan bo'lsak. 2 ilzosi 2 bu 60 gradusdan teng tomonli uchburchak bo'lib qoldi. Bu 90 gradus, bu ham 2 ilzosi 2 ga teng. Ma'lum bu teng yonli uchburchak bo'lib qoldi qarasak. Teng yonliga balandlik tushiradigan bo'lsak, teng bo'laklarga bo'lib tashlaydi bir-biridan. Buni balandligini topadigan bo'lsak, 2 ilzosi 2 ning kvadrati 8 bo'ladi. Undan 1 ayiradigan bo'lsak, ilzosi 7 qolib ketar ekan. Bu uchburchakning yuzasini topish problema emas. S tenglik nima deb qo'yamiz? 2 ko'paygan ilzosi 7 taqsim 2, ya'ni ilzosi 7 ga tengligi ma'lum bo'lib qolaveradi. 6 burchakning tomoni mana shunga teng bo'lsa, 6 burchakning yuzasini toping deyilibdi. Endi 6 burchak tomoni 2 ga emasda, mana shunchaga teng bo'ladigan bo'lsa, 6 burchak yuzasini topishimiz kerak. Xo'p, nima qilamiz buning uchun deyilsa, 6 burchakning yuzalarini bizga nimalar tashkil etyapti? O'shani bilib olaylik. Ya'ni buni tomonni A bilan almashtirsam, A deydigan bo'lsak. Ya'ni 6 burchakning umumiy 6 burchakning yuzasini bizga tashkil etyapti. Bitta teng tomonli uchburchak yuzasi, teng tomonli uchburchak yuzasi A ilzosi A kvadrat ilzosi 3 taqsim 4. Keyin unga qo'shamiz. Bitta to'g'ri to'rtburchak yuzasi, ikki xil to'g'ri to'rtburchak yuzasi bo'lgani uchun birdaniga A kvadratga yozib ketsam bo'ladi bizning uchun. Xo'p, endi bitta teng yonli uchburchak yuzasi deyilgan bo'lsak, bu A ilzosi 2 ga teng, bu yoq A taqsim 2 ga teng. Bu yoq ham A ilzosi 2, A taqsim 2. Balandligini topib olishimiz kerak. O'shandan mana balandlik kvadrati teng bo'ladi A ilzosi 2 ning kvadrati. 2 A ning kvadrati minus A kvadrat taqsim 4 ga teng bo'lib qoladi. Bundan H ning kvadrati teng bo'ladi. Hop, 7 A kvadrat taqsim 4 ga, bundan H ning bo'lib qoladi. Ilzosi 7 A taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Topmoqchi bo'lsak bunday qilamiz. Ya'ni ilzosi 7 A kvadrat taqsim 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Mana shu yerda butun 6 burchak yuzasini beradi. Hammasidan A ning kvadratini chiqarib oladigan bo'lsam nima qoladi? Umumiy mahraj 4 ni ham chiqarib olaman. 4 ni ham chiqarib oladigan bo'lsam. Ilzosi 3 plus 4 plus ilzosi 7 qolib ketar ekan. Bo'ldi. Demak, A miz mana shunga teng bo'ladigan bo'lsa, 6 burchak yuzasini hisoblaymiz. S 6 burchak yuzasi A kvadrat. Buni kvadratga ajratadigan bo'lsak, 100 taqsim hop nima bo'ladi? 4 ko'paygan birdan yozib keting. 4 plus ilzosi 7 plus ilzosi 3. Endi ko'paygan ilzosi 3 plus 4 plus ilzosi 7. Hop, umumiy qisqarib ketdi. Nima qoldi? 25 qoldi. Demak, javobimiz 25 bo'lib qolar ekan. Bo'ldi, javobimizni 25 deb qo'yamiz. Tamom. Hop. Endi 44-savol. Nima berilibdi? Savol. Charga. Kimdadir qanday bir savol bormi? Savolingiz bormi? Qirg'iz takrorlab ovoz qatib keldi ustoz, keyin eshitilmadi. Ovoz kelmayapti? Bo'linib kelyapti. Ha, internetdan bo'lyapti menimcha shekilli. 43 ni B shartini takrorlayman. B shartini takrorlayotganda qisqacha qilib tushuntirib ketaman. Bu 6 burchakning yuzasini topishimiz uchun bu hop ikkita to'g'ri burchakli uchburchak yuzasidan foydalandik. Bu ikkita to'g'ri burchakli uchburchak yuzasi A kvadratni berdi. Keyin bu muntazam uchburchak yuzasi bordi. U A kvadrat ilzosi 3 taqsim 4 ni berdi. Bu teng yonli uchburchak yuzasi A kvadrat ilzosi 7 taqsim 4 ni berdi. O'shalarning yig'indisini qo'shsak bizga hop nimani beradi? 6 burchakning yuzini beradi. Demak, 6 burchakning yuzini o'shanday qilsak beradi. Endi har bittasi A kvadrat taqsim 4 ni chiqarib qo'ysam bu ifoda hosil bo'ldi. Bizga A mizni bu deb bergan edi. Endi uni kvadratga oshirdim, 100 taqsim ilzdan qisqarib ketib 4 ko'paygan, 4 plus ilzosi 7 plus ilzosi 3 qoldi. Bu bilan qisqarib ketdi ikkalasi. Qisqarib ketgandan keyin 25 degan ifodamiz hosil bo'lib qolyapti-da. Ya'ni 100 taqsim 4 bu 25 ga teng bo'ladi. Keyingi hop misolimizga o'tadigan bo'lsak, 44-misol.
44-chi misolimizda bunday berilgan. Hop, demak, berilibdiki, bizda sharga konus ichki chizilgan. Sharning ichiga konus chizildi, konusning yon sirti mana shunga teng. Konus yasovchisi bilan asos tekisligi orasidagi burchak mana shunga teng bo'lsa, konusning asos radiusini toping. Hop, boshladik. Demak, sharning ichiga nima chizilibdi? Konus chizilibdi. Bu degani aylananing ichiga uchburchak chizildi bilan bir xil. Aylananing ichiga uchburchak, teng yonli uchburchak chizildi. Hop, endi ayting. Konusning yon sirti mana shunga tengligi ma'lum. Shoshmay turamiz. Konusning yon sirti o'shanga tengligi ma'lum. Konus yasovchisi bilan asos tekisligi orasidagi burchak. Konusning yasovchisi bu LL, asos tekisligi bo'lsa mana shu narsa. 75 gradus. 75 gradus ekan. Bo'ladigan bo'lsa, konusning asos radiusini toping. Asos radiusini topishimiz uchun nimadan foydalanamizmi? Asos radius degani bu konusni baland. Bu 15 gradus ma'lum. 15 gradus ma'lum. Shu joydan sinus 15 gradusni topadigan bo'lsak nimaga teng bo'ladi? Shu joydan topay, sinus 15 gradusimiz teng bo'lib qoladi. Hop, kichkina r ni katta r ga nisbat. Endi sinus 15 gradusda nimaga teng edi? Mana shunga moasini yozib qo'yamiz. Ya'ni teng bo'lar edi, eslasak, ilzoslikda 2 minus ilzos 3 taqsim 2 ga teng bo'lar edi. Endi shoshmay turamiz. Yon sirti, konusning yon sirti nimani beradi? Pi r l ni beradi. O'sha narsa teng ekan bizga 18 ilzoslikda 2 plus ilzos 3 pi. Bu joydan pilar hisoblashib ketadigan bo'lsa, r ko'paygan elimizni qiymati 18 ilzoslikda 2 plus ilzos 3 ga tengligi ma'lum. Bu joydan biz hop elni topib oladigan bo'lsak, elimiz teng bo'lib qolar ekan r taqsim nimaga? Hop, yo'q, 18 ilzoslikda 2 plus 3 taqsim r ga tengligi ma'lum bo'lar ekan. Kichkina r. Endi mana shu elning joyiga qo'yib yuboraman o'sha. Elning joyiga qo'yib yuboradigan bo'lsam, bu elni bu yoqqa ko'paytirish ham o'tkazaman-da. Kichkina r'im teng bo'lib qolar ekan. Ilzoslikda 2 minus ilzos 3 taqsim 2 ko'paygan elga. Elimizni yozaman. 18 ilzoslikda 2 plus ilzos 3 taqsim nechiga teng? Kichkina r. Hop, bu joydan 2 bilan bu qisqarib ketadigan bo'lsa 9 qoladi. Buni ko'paytiradigan bo'lsak, ilzoslikda 4 minus 3 bo'lib ketadi-da, ikkalasi ham qisqarib 1 ni beradi. Buni nariyoqqa o'tkazadigan bo'lsam, mana bu joyga o'tkazadigan bo'lsam, ko'paytirish qilib r kvadrat tenglik 9 kelib chiqyapti. Bundan kichkina y'imizning qiymati 3 deb olsam bo'ladi. Demak, kichkina y'imizning qiymati 3 ga tengligi ma'lum ekan. Shart hajmini toping degan. Endi shart hajmini topishimiz uchun bu uchburchakka tashqi chizilgan aylanasini radiusi kerak. Demak, bu 3 ga tengligi ma'lum ekan. Tashqi chizilgan aylanasini radiusini qanday qilib topaman degan joyim bor. Tashqi chizilgan aylanasini radiusini topishimiz uchun bizga avvalambor nima kerak? Hop, yuza kerak. Ya'ni tashqi chizilgan aylanasini radiusi bunday edi. Bu yerdan yozaman. R tenglik. Hop, abstraktni ko'rishdan ham foydalansak bo'ladi yoki tenglik bir tomondan foydalanamizmi? Tomondan foydalansak ham bo'ladi. Tomondan foydalanib qolaylik, yaxshiroq bo'ladi. 15 bo'ladigan bo'lsa, jami 30 gradus bo'ladi. Bu tomoni ham 15 gradus. Jami 30 gradus bo'ladi. 2r taqsim a jami bu yog'imiz bo'ladigan bo'lsa, 6 taqsim sinus 30 gradus deydigan bo'lsak, o'z-o'zidan erimizning qiymati teng bo'lib qoladi. 3 taqsim sinus 30, ya'ni 1 taqsim 2 katta erimiz qiymati 6 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Mana shu joydan topib qo'ysak bo'ladi. Yani formulamiz bor edi. A taqsim sinus alfa sinuslar terimizda 2 ga teng bo'lib qoladi. Hop, katta yerimizni 6 ga tengligi ma'lum bo'ldi bu joydan. Katta yerimiz 6 ga tengligi ma'lum ekan. Demak, shar hajmini toping degan v hajmi tenglik 4 taqsim 3 pi ni 3 deb olgan r kub, ya'ni 6 ning kubi bo'lib qolar ekan.
9 sarf ketadigan bo'lsa 4 ko'paygan 216 bo'ladi. Ko'paytiradigan bo'lsak 4 ikisida hop 6 864 degan javobimiz to'g'ri javob hisoblanadi. Keyingi savolimiz 45-savol. Oxirgi savolga kelib qo'yibmiz. Hop, uy hayvonlari uchun deyilibdi, yarim silindr shaklidagi temir listdan bo'yi shuncha, 2 sm, diametri 40 sm bo'lgan suv idish yasalgan. Suv idish usti ochiq. Endi suv idish chiqindi chiqmaydigan qilib tayyorlash uchun qanchalik temir list ketish kerak? Temir list ishlatiladi. Ya'ni temir list ishlatiladi degani, bu degani shuni yon sirtining yuzini top debdi-da. Yon sirtining yuzini top. Yon sirtining yuzi nimalarni tashkil etyapti? Qarasak, yarim aylanadan jami bir aylana. Ya'ni pi r kvadrat. Unga qo'shamiz. Keyin bu silindrning yon sirtini nimasi? Yuzini yarim. Ya'ni silindrning yon sirti pi bo'ladi. Hop, pi r kvadrat plus pi r h bo'ladi. Bu joydan pi ni 3 deb oladigan bo'lsak, hop, 3 ko'paygan r kvadrat. Ya'ni jami 40 ga teng bo'ladigan bo'lsa 20 ga teng bo'ladi. 20 ni kvadrat 400. Hop, plus hop, kichkina yerimiz 20. Distimetr kubimiz 1 litr bo'lgani uchun kubga aylantiradigan bo'lsak, santimetr kubda turibdimi? Distimetr kubga aylantirishimiz uchun 3 ta nolni o'chirishimiz kerak. Demak, bu 120 distimetr kub yoki 120 litr deb yozib qo'ysak bo'ladi. Demak, 120 litr suv ketadi degan javobimiz to'g'ri bo'lib qolar ekan. 120 litr degan javobimiz to'g'ri javob hisoblanadi. Demak, sizlar bilan bugun fevral oyida tushgan birinchi mock testning tahlilini o'z nihoyasiga yetkazdik. Xo'p, demak, shu joygacha eshitganlarga hammaga rahmat. Buguncha darsimiz shu joyda yakunlanadi. Kimlardir qandaydir savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol berish mumkin.